Salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Bugungi videorolikda Instagramdagi qiziqarli videoroliklarni tomosha qilamiz. Video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. G'aroyib. Faqat qo'lingdan kelganini qilsang hech qachon o'z-o'zingdan o'tib keta olmaysan. Uzoqqa ketyap. Shunchaki yana 1 yil o'tdi. Menda bo'lsa hammasi o'sha. U yerda turdim, keyin bu yoqqa o'tdim, o't chaynadim, keyin yana boshidan. Gap nimadaligini bilasanmi? Balki xushshunos bo'larman. Bir qiz bilan do'st bo'lgandim. Чем мечтаешь? O'sha onda men faqat yolg'izlikni his qildim. O'zbekchada ular shunchaki sen chiroylisan deyishadi. She'riyatda esa bunday aytiladi. Koshki men sening bir tomchi ko'zing yoshi bo'lsam edi. To'g'risini aytsam, bu yigitni deyarli tanimayapman. But why? Yolg'izlikni xush ko'raman. Yo o'zimni shunga ishontirganman. Daraxt qayerga qulashini bilasanmi? Yerga? Egilgan tomoniga. Qancha pul topsangiz ham boy bo'lmaysiz. Sen haliyam tushunmagan ko'rinasan. Gap pulda emas, gap o'yinda. Odamlar orasidagi o'yinda. Hamma gap shunda. Agar baxt supermarketda sotilsa, Doktor Eynli tushuntirishicha, hatto uni tutib olib, koloniyaga qaytarilgan taqdirda ham u darhol yana tog'lar sari yo'l olgan bo'lardi. Maktabda o'zi yaxshi o'qib. Hech kim meni tushunishni istamaydi. Bunga ko'nikib ketdim. Men seni tushunaman, Jo. Rostdan? Ha. Nima bo'ldi? Artarga urib qo'ydimi oxirida bizga? Nima hali Mbappe golini hisoblamadi? Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Messi lar shuna qilib urgan. Nimaga hisoblamadi golni? Asensio nimaga o'zini Ramosman deb o'ylayveradi? Nimaga bu bola o'zini Ramosman deb o'ylab har safar Bo'yap. Hey, tushunyapsizlarmi? Biz 3-o'rindan 9-o'ringa tushib ketdik. 3-o'rindan 9-o'ringa. Yana mana shu dodirlar bilan o'ynaymiz. Eng qizig'i Rodrigo bilan ana Asensio o'ynamaganiga shunaqa xursandman. Benfica bilan o'ynaymiz yana. Yana mana shular bilan o'ynaymiz. Yana ikkita o'ynaymiz mana shular bilan. Mana ana Lolo Otamendi bilan o'ynaymiz yana. Tushunyapsizlarmi? Lolo Otamendi bor, Asim bilan yana o'ynaymiz biz. Nima bo'ldi? Nimaga shu o'yinda bermadi zo'r TV? Men shuni tushunmayapman. Men ona prilejeniyasini yarim soatda ochdim. Yarim soat o'yinni ko'raman. Shu o'yinda berish kerak edi. А ты что, не видишь, как красиво? Я заметила то, что все розовое, но я не поняла, что это закат. Какая красота, видите? Вот это да. Холод. Ну. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but Dostoyevskiy. Botoksli qizlar yoqadi bo'lasizlar. Yo, sen qaytamisan? Bolaga botoks qilib. But one of them caught our eye, the one in the center. Необычное явление в Ташкенте. Город внезапно стал розовым. После обильного снегопада жители заметили странную картину. Улицы, крыши и даже воздух вокруг окрасились в розоватые оттенки. Кадры быстро разлетелись по соцсетям и вызвали массу вопросов. По предварительным версиям, эффект мог возникнуть... Yolda tutamadı gençler. Hayırlaşıyor ya.
Nima qildi kechirgan laski. Ko'rdingmi? Kim bilan? Mayfika bilan bo'ldi. Nima? Oy berdi-ku. Realmi? Ha. Kechami? Necha oy berdi? Turikka bordik. Bitta o'rdik. Ha. Yana o'shani bilan oy berdi. Tentaklar bilan. Nega deyapman? O'zingizga buni Shu ishni kinoni ko'rsangiz, qanday tushuntirasiz? Nega bugun ertalab uyg'ondingiz? Tushunaman, ha, bu qiyin savol, lekin tashvishlanmang. Tayyorman. aniq muvaffaqiyatli boy bo'lasiz. But why? Don't let me leave, Murph. Uyga anchadan Ko'proq nimani orzu qilasan? bu yerlardan ketsam deyman. Nimani orzu qilasan? Bu yerlardan Ne Instagramga qarab bitta narsani tushunyapman-da, biz kundan kunga tupoylashib ketyapmiz ekan. Bo'ldi, eng tupoy emas, danoga tushib oldik degan kunda ertasiga undan ham tupoyrog'i chiqyapti. Fahsh, qimor, ichkilik, chekkilik уже odatiy holga aylanib qoladi. 5-sini ham qo'shdi hali. Fol bor-u, baxshilar, folbinlar. Sehr jodu, abrakadabra. O'zini o'zi o'ldirish trendga olib chiqmayapti xolos. Ne Instagram bu yer biz o'ylagandan boshqacharoq ekan. Hozir Mana bu tuyoqush og'aynisini aniq ko'rdingiz, to'g'rimi? Chunki bu trend chiqqandan keyin Reels prosta portlab ketdi. Va ko'pchilik shu stribratlarimiz bu Reels'dan foydalanib, mana bunaqangi reklamli postlarni yasashdi. Va men ham hozir sizga aniq shunaqangi Reels yasashni o'rgatib qo'yaman. Kecha Abduqodirning sumkasidan aynan shu narsalar aniqlandi. Ayniqsa kechagi o'yindan keyin ijtimoiy tarmoqlarda shu kabi memlar to'lib toshdi. O'sha tipdagi ayting bilmayman. Agar sen uxlayotganingda ham pul topmasang, sizga bitta savolim bor aka. Tushunmayapman, shunday mashg'ul bo'la turib qanday Dostoyevskiy. Men g'amgin bo'lganimda nimalardir haqida rosa gapirgim kelaveradi. Gapirib yurakni O'zbekistonda kelayotgan yakshanba kunidan havo harorati +20 darajagacha bo'lishi kutilmoqda. Respublika bo'ylab sovuq kunlar qisqarib, Siz ham hozirda mana shunaqa trend bo'layotgan videolar